suvmi? Bunaqa ko'rinishdagi shaharda 60 ta 70 ta nasos stansiyamiz bor. Bu 3-podiyom deyiladi, 3-bosqich suv ko'tarish. Sababi shaharda yig'ilayotgan suvlar tumanlarga berilganda o'z-o'zidan ma'lum bir kilometrga borgandan keyin bosim yo'qolgandan keyin uni qaytib mana ko'rib turganingizdek ko'p qavatli uylarga ko'tarish uchun mana shunaqa nasos stansiyalarimiz bor. Bo'lmasa bo'lmaydi. Sababi aholiga bizni ma'lum bir miqdorda bosim bilan yetkazib berishimiz kerak. Sababi shartnomamiz shartlarida ham ko'rsatilgan. Bu qisqa muddatda ta'mirlab foydalanishga topshirildi. Bu bir oy uzog'i 1,5 oy vaqt ketdi. Buni yozdan oldin bahorlarda qiluvdik. Oxiri yozda ham bo'ldi. Yozda ham, yozgi kirish qismlarida ham bo'lgan. Bu ko'rib turibsizlar, mana avvalgi rasmlari bor. Qanaqa holatda bo'lganligi va hozirgi kundagi ahvoli. Qancha o'sha mablag' sarflash shunga to'xtalib Buni investitsiya emas, o'zimizning ichki mablag', ya'ni Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining ichki mablag'ini hisobidan, ya'ni orttirilgan daromadlarning hisobidan amalga oshirildi. Bu 450-500 million so'm atrofida mablag' sarflangan. nechta mahallani aynan ichimlik suvi bilan ta'minlagan? Bu qariyb 4 ta massivni mahallasini suv bilan ta'minlaydi. Ya'ni Beshog'och, Olmazor mahallasi, yana qaysi mahallalar? Chorsu, Qoratosh mahallalari. Bu yerda jami 78 ta ko'p qavatli uylarni. Bu ya'ni Shayxontohur tumanida joylashgan, Chilonzorda qisman o'tadi, Beshog'ochdagi qismiga o'tadi. Yildan beri shunaqangi zo'r bir nima bo'ldi, shu davlat tarafidan, prezident tarafidan kattadan katta rahmat. Bizlar endi uni aytib yetkaza olmaymiz. Bunaqa quvonchli, shunchalik bizlar endi qabul qildi bo'ldi. Bugun nechta bo'ldi? Bugun kun mobaynida 2 ta tushdi. 11-chi kvartalda, 4-chi kvartalda tushdi. Rasmlar tarafdan aholimizga katta
xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining qurilish, kommunal, suv xo'jaligi, ekologiya, sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tashabbusi bilan poytaxtimizda amalga oshirilayotgan kommunal sohadagi mavjud kamchiliklar yuzasidan o'rganishlar olib borilmoqda. Nega aynan kommunal soha deyishingiz mumkin? Chunki mana kuzgi qishki mavsum kelishi bilan aholi o'rtasida eng dolzarb muammoga aylanadigan soha aynan kommunal soha hisoblanadi. Shu sababli ham ushbu muammolarni erta aniqlash va ularni bartaraf etish yuzasidan deputatlar tashabbusi bilan ko'plab muammolar o'rganib chiqilmoqda. Jumladan mana bugun hozir real vaqt davomida ko'rib turibmizki, o'rganishlar davomida fuqarolar tomonidan ba'zi bir murojaatlar kelib tushyapti. O'sha issiq suv ta'minoti masalasi yuzasidan, sovuq suv ta'minoti masalasi yuzasidan, obodonlashtirish masalasi yuzasidan murojaatlar kelib tushyapti. Mana shuni real vaqt davomida joyida mas'ullar bilan gaplashilgan holda muammo joyida bartaraf etilyapti. Hattoki fuqarolarimiz o'sha muammo bartaraf etilishi bilanoq deputatlarga o'zlarining minnatdorchiligini bildirishmoqda. Mana shu fuqarolarimiz tomonidan minnatdorchiliklar bildirilmoqda. Biz bilamizki, mana bugun mahalliy kengashlar aholi manfaatlarini himoya qiladigan vakillik uyiga, deputatlar esa ana o'sha xalqning vakiliga aylanib bormoqda. Shu sababli ham mana bugun biz deputatlar bilan birgalikda fuqarolar manfaatlarini himoya qilish uchun mana shu kommunal sohada o'rganishlar olib bordik va asosan mana shu qozonxonalardagi mavjud muammolar o'rganildi. Ushbu muammolarni bartaraf etish yuzasidan mas'ullarga tegishli tavsiyalar berildi va boshqa. Asqarova Gulmira Erkinovna Shahanto'g'ri tumani Jangoh muflisida mahallasida Yangi Jangoh Plus boshqaruv servis kompaniyasining rahbari bo'lib ishlayman. Mahallada kimlar yashayapti qisqacha? Mahallamizda bu yil qish anaqasiga hamma narsamiz, mavsumiga hamma narsamiz tayyor. Uzillarni remont qildik, garzovik, zadvishka, ventillarni hammasini alishtirdik, promovka qildik. Zaxiramiz bor. Nechta ishchi sizlarda? 27 ta ishchim bor. Mana tom qismlari o'sha uzillar qanaqa holatga keltirildi? Nechta domda qanaqa ish amalga oshirildi? Bu yil biza 12 ta domda ish qildik, tom yopdik, kapital ta'minlar qildik, 9 etajga domlarimizni, 9 qavatli uylarimizni, podvol qismidagi uzillarimizni hammasini remontdan chiqarib, qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rdik. Yana qanaqa ishlar qoldi amalda qilgan? Hozir ishlarimiz hozircha yo'q, qolmadi. Xudoga shukr, tayyor biz qishga.